Pediatrlar aytmaydigan 3 ta xato. Birinchi xato, bola kasal bo'lsa, majburlab ovqat berish. O'zi kasal bo'lgan har bir organizmda ishtahasizlik kuzatilishi tabiiy holat. Bu kasallik hisoblanadi. Boladagi og'riq yoki bo'lmasa temperatura natijasida bola yaxshi ovqat yemasligi mumkin. Bolada sog'aygandan so'ng yana oldingi holatga qaytib ovqat yeyishni davom ettiradi. Ikkinchi xato, har bir yo'tala dori berish. Agarda bolada yo'tal nafas qismasa, xuruj qilmasa, bezovta etmasa, bolaga ortiqcha balg'am ko'chiruvchi yoki balg'am suyultiruvchi preparatlardan foydalanish umuman xato hisoblanadi. Chunki o'zi voz bo'yicha olganimizdan mukolitiklar, ya'ni balg'amni suyultiruvchi yoki bo'lmasa balg'am ko'chiruvchi preparatlar 6 yoshgacha berish mumkin emas. Bunday holatda bolani yo'talni bosish ham harakat etishimiz shart emas. Yo'tal bolada 7 kundan 21 kungacha davom qilib o'tishi tabiiy holat hisoblanadi. Qachonki bolangizda nafas qisishi bo'lsa, xuruj bo'ladigan bo'lsa, yo'tal hisoblanib bezovtalik, uyqusizlik bo'lsa, bunday holatda albatta preparatlardan foydalanish zarur. Uchinchi xatoga keladigan bo'lsak, burunga har xil tomchilarni tomizish. Burunga har xil tomchilarni tomizishdan ko'ra birinchi navbatda burunni oddiy tuzli suv yoki natriy xlor eritmasi bilan, ya'ni 0.9% eritma bilan burunni yuvish. Burunni yuvmasdan turib tomchi tomizsak, biz burunda hech qanday tomchini foydasini ko'rmaymiz. Birinchi navbatda burun bo'shlig'ini tozalab, nafas o'tishini yaxshilashimiz zarur va tuzli eritmadan foydalanishdan maqsad sekretsiyani to'xtatish. Oddiy tuzli suv yoki natriy xlor bilan burun bemalol ochilishi mumkin. Shu 3 ta xatodan qaysi birini oldin bilmagansiz, buni kommentariyada yozib qoldiring.